Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Oldingi darsimizda aytib o'tganimizdek, keyingi mavzumiz birinchisi desirkulyator ensefalopatiya. Desirkulyator ensefalopatiya bosh miyada qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi sababli rivojlanadigan zo'rayib boruvchi serebrovaskulyar kasallikdir. Xo'p, desirkulyator ensefalopatiyani yuzaga keltiruvchi sabablarini aytib o'tamiz. Bunda bosh miya qon bilan ta'minlovchi magistral tomirlar patologiyasi, ateroskleroz, endartrit, aorta artrit, tomir anomaliyalari bo'lishi mumkin. Intrakranial tomirlar patologiyasi, arterial gipertenziya, yurak kasalliklari, qandli diabet, bot va vaskulitlar, arterial gipotenziya, qon kasalliklari, bo'yin umurtqalar osteoxondrozi, kraniovertebral anomaliyalari. Xo'p, bu asosiy sabablar hisoblanadi. Xo'p, desirkulyator ensefalopatiyada rivojlanishda bosh miya qon bilan ta'minlovchi mayda tomirlardagi mikrosirkulyator buzilishlar va shu sababli miya to'qimalarida lakunor o'choqlarning vujudga kelishi asosiy patogenetik omillardan biridir. Xo'p, miyada mikrosirkulyator buzilishiga olib keluvchi ekologik omillar ichida asosan arterial gipertenziya bilan ateroskleroz muhim ahamiyatga ega. Buni alohida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni arterial gipertenziya. Arterial qon bosimining muntazam oshib turishi mayda tomirlarda sklerotik o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Ular elastiklik xususiyatini yo'qotadi va natijada milliard anevrizmlar paydo bo'ladi. Milliard anevrizmlar arterial qon bosimining har gal ko'tarilganda kengayib boraveradi va buning natijasida gemorragik insult rivojlanadi va xavf ham oshadi. Shuningdek, milliard anevrizmlar atrofida plazmorragiya o'choqlari paydo bo'ladi va pervaskulyar bo'shliqlarda kengaya boshlaydi. Mayda arteriya va arteriyalarning endotelis qalinlashadi. Tomirlarning mushak qatlami parchalana boshlaydi. Ularning o'tkazuvchanligi oshadi va giyalanoz rivojlanadi. Xo'p, miya tomirlarida terminal qismi nekrozga uchrab nobud bo'la boshlaydi va bu jarayon surunkali tarzda davom etadi. Mayda arteriyalar nekrozga uchragan joylarda lakunor ishemik infarktlari paydo bo'ladi va har bir gipertonik krizda ularning soni ko'payib boradi. Xo'p, arterial gipertenziyada ekstrakranial tomirlar ham elastiklik xususiyatini yo'qotib, deformatsiyaga uchraydi. Ularda patologik cho'zilishlar va qiyshayishlar rivojlanib, egri-bugri holatga keladi. Arterial gipertenziyada arterial qon bosimining keskin tushib ketishi ham xavflidir. Bunda chunki elastiklik xususiyatini yo'qotib, deformatsiyaga uchragan tomirlarda perfuzion bosimining tushib ketishi natijasida ular bujmayib qoladi va qayta tiklanmaydi. Demak, arterial qon bosimining keskin ko'tarilishi ham pasayib ketishi ham mikrosirkulyator buzilishlarni kuchaytiradi va miyada ishemik jarayon rivojiga oshadi, ya'ni rivojlanish xavfini oshiradi. Undan keyingi sababimiz yani ateroskleroz. Xo'p, arterial gipertenziyada asosan mayda arteriyalar va arteriolar zararlansa, aterosklerozda esa yirik arteriyalar zararlanadi. Miyani qon bilan ta'minlovchi yirik arteriyalarning ichki qavatida sklerotik o'zgarishlar yuzaga keladi va aterosklerotik plakchalar paydo bo'ladi. Mushak qavati atrofiga uchraydi. Kollagen to'llar miqdori kamayadi va bu patologik o'zgarishlar sababli arteriyalar torayadi. Ularning elastiklik xususiyati kamayib, harakatligi oshib boradi. Bosh miyani qon bilan ta'minlovchi yirik arteriyalar stenozi kuchaygan sayin serebrovaskulyar yetishmovchilik zo'rayib boradi. Ya'ni desirkulyator ensefalopatiya rivojlana boshlaydi. Xo'p, destruktiv o'zgarishlar yirik arteriyalarning davomi bo'lmish intrakranial arteriyalarda ham ro'y beradi. Yirik arteriyalardan ajralib chiqqan mikrotromblar kichik arteriyalarni yopib qo'ygach, kapillyarlar soni kamayib, lakunor infarktlar soni oshib boradi. Lakunor infarktlar miyaning turli sohalarida, ya'ni po'stloq osti va miya ustuni tuzilmalarida paydo bo'la boshlaydi. Yirik arteriyalar aterosklerozi sababli intrakranial arteriyalarda perfuzion bosimi pasayadi. Yetarli miqdorda qon yetib kelmagan kapillyarlar kichrayib, atrofiga uchraydi. Bu patologik jarayonlarni qonning urologik xususiyatini buzadi, ya'ni giperkoagulyatsiya kuchaytiradi.
Xo'p, shunday qilib yirik arteriyalar, arterollar va bosh miyaning difuz tarzda zararlanishi aterosklerotik angioensefalopatiya, ya'ni desirkulator ensefalopatiyaning yana bir sinonimi shakllanib boradi. Boshqa a'zolarga qaraganda bosh miya juda yaxshi rivojlangan kollateral qonlanish sistemasiga ega. Shu bois yirik arteriyalar stenozi har doim ham bosh miyaning qon bilan ta'minlanishiga ziyon yetkazavermaydi. Xo'p, miya to'qimasida lakinar o'choqlar soni qancha ko'p bo'lsa, nevrologik mikro simptomlar ham shuncha ko'p bo'ladi. Biroq hamma lakinar o'choqlar ham nevrologik simptomlar bilan namoyon bo'lavermaydi. Agar birlamchi pustloq markazlari, preakson sohalari zararlanishi nevrologik buzilishlarni yuzaga keltirsa, ikkilamchi va uchlamchi pustloq markazlari esa, ya'ni asosiy markazlar zararlanishi neyropsixologik buzilishlarni keltirib chiqaradi. Xo'p, klinikasiga qaraydigan bo'lsak, klinikasida asosan desirkulator ensefalopatiyaning klinikasi nevrologik, neyropsixologik va psixoemotsional buzilishlar bilan iborat bo'ladi. Asosan 3 davrga bo'linadi. Ya'ni desirkulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichi, ikkinchi bosqichi, uchinchi bosqichi. Hozir biz desirkulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichini, ya'ni yengil bosqichini ko'rib chiqamiz. Bunda desirkulator ensefalopatiyaning birinchi yengil bosqichida asosan subyektiv simptomlar, ba'zan jizzaklik, uyqu buzilishi, diqqat va xotiraning pasayishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, tez charchash va umumiy holsizlik ustunlik qiladi. Aqliy va hissiy zo'riqishlar ushbu belgilarni kuchaytiradi. Demak, desirkulator ensefalopatiyaning yengil bosqichida nevrozga o'xshab kechadi, biroq nevrozdan farqli o'laroq desirkulator ensefalopatiyada birinchi bosqichida yengil darajada ifodalangan obyektiv nevrologik simptomlar, ya'ni pay reflekslari, giperrefleksiyasi va anizorefleksiyasi simptomlari, anizorefleksiyasi rombik sinovda yengil chayqalish, dismetriya, barmoqlar uchining titrashi, oral avtomatizm reflekslari va vegetativ buzilishlarni kuzatishi mumkin. Xo'p, o'sha desirkulator ensefalopatiyaning yengil bosqichini neyropsixologik, ya'ni kognitiv buzilishlarni ko'rib chiqamiz. Bunda birinchi bosqichda ko'p uchraydi. Aksariyat hollarda nevrologik simptomlarning ancha ilgari paydo bo'ladi. Diqqat va xotiraning buzilishi ko'p kuzatiladi. Bemorning diqqati tez toliqadigan va chalg'iydigan bo'lib qoladi. Yangi ma'lumotni qunt bilan o'zlashtira olmaydi. U ayniqsa aqliy mehnat bilan shug'ullansa tez charchaydi. Diqqatning tez charchashi parishon xotirlikdan deb ham ataladi. Diqqat buzilishi sababli bemorning xotirasi ham izdan chiqa boshlaydi. Bemor yaqindagina ko'rgan odamlarni va narsalarni, eshitgan xabarlar va o'qigan hikoyalarni yodidan saqlay olmaydi. U o'zi uchun zarur bo'lgan biror matnni eslab qolish uchun uni bir necha bor o'qib chiqadi. Biroq shunda ham matn to'laligicha uning esda qolmaydi. Bemor yaqinda tanishgan odamlarning ismini unuta boshlaydi. Ularni ko'rsa ismini eslay olmaydi. Bolalik davridagi voqealar esa saqlanib qoladi. Psixoemotsional buzilishlarda desirkulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichida ko'p kuzatiladi. Ular ruhan tez charchash, tez xafa bo'lish, yig'loqlik, hissiy to'mtoqlik yoki hissiy portlashlar bilan namoyon bo'ladi. Bemor o'ta ta'sirchan bo'lib qoladi. Psixoemotsional va vegetativ buzilishlar birgalikda paydo bo'ladi. Demak, desirkulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichi subyektiv simptomlar, tarqalgan obyektiv nevrologik belgilar, neyropsixologik va psixoemotsional buzilishlardan iborat. Ular odatda yengil ifodalangan bo'ladi. Ba'zida yengil ifodalangan obyektiv nevrologik simptomlarga e'tibor qilinmaydi. Ba'zi hollarda esa nevroz yoki surunkali charchash sindromi tashxisi qo'yiladi. Desirkulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichi aniqlanmay qoladi. Agar kasallikning ushbu bosqichida davolash muolajalari o'tkazilmasa, bu ikkinchi bosqichga o'tadi. Desirkulator ensefalopatiyaning ikkinchi, ya'ni o'rta bosqichida kasallikning ushbu bosqichida subyektiv simptomlar yana zo'rayadi va unga yangi simptomlar qo'shiladi. Bemorning uyqusi buziladi. Uning kunduzgi uyqu bosadi, lekin kechasi esa uxlay olmaydi yoki tez uyg'onib ketadi. Ko'p tushlar ko'radi, boshi og'riydi, doimiy tus oladi, ya'ni bosh og'rig'i doimiy tus oladi va oddiy analgetiklar yordam bermay qo'yadi. Masalan, setramon, paracetamol, Valium, Kopen, Bondol
xuddi analgetiklar ta'sir qilmay qoladi bemorga. Bosh aylanishi kuchayadi. Yurganda chayqalib ketish sezila boshlaydi. Diqqat va xotira buzilishlar kuchayadi. Aqliy charchash bilan birgalikda jismoniy toliqish ham rivojlanadi. Obyektiv neurologik simptomlar yaqqol ko'zga tashlana boshlaydi. Bemorda piramidal yetishmovchilik, ya'ni 7 va 12 nervlarning markaziy farzliklari, payreflekslar, giperrefleksiyasi, anizorefleksiyasi, oral avtomatizm refleksiyasi aniqlanadi. Shuningdek, koordinator buzilishlar, nistagen, dismetriya, aditohokinez va rombik sinovida chayqalish kabi belgilar zo'raya boshlaydi. Ekstrapiramidal simptomlar ham shakllanadi. Ular ikkinchi bosqichning oxiriga kelib yaqqol namoyon bo'ladi. Destrukulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichida obyektiv neurologik simptomlar tarqoq ravishda aniqlansa, kasallikning ikkinchi bosqichida esa neurologik sindromlar shakllana boshlaydi. Neurologik sindromlarning qay tarzda namoyon bo'lishi laknor infarktlar, miyaning qaysi tuzilmasida ko'proq qamrab olganligiga bog'liq. Agar laknor infarktlar asosan bosh miyaning po'stloq qismida joylashsa, piramidal simptomlar yoki epileptik sindrom, ikki yarim sharning po'stloq osti sohasida joylashsa, pseudobulbar sindrom, bazal yadrolarida joylashsa esa amiostatik yoki giperkinetik sindrom, miya ustun surnada joylashsa, vertebra bazaliar sindrom yoki vestibular ataktik sindrom ustunlik qiladi. Bemorning neurologik statusi to'la va jiddiyroq tekshirilgandagina umumiy neurologik buzilishlar orasida bu sindromni ajratib olish mumkin. Ba'zida destrukulator ensefalopatiyaning ikkinchi bosqichidayoq, ayniqsa peshona bo'lagi va uning bog'lovchi po'stloq osti tuzilmalari zararlanganda demensiya belgilari kuzatish mumkin. Demensiya belgilari faqat neyropsixologik tekshiruvlar orqali aniqlanadi. Bosh miyada qon aylanishining surunkali yetishmovchiligi kuchaygan sayin neurologik va neyropsixologik simptomlar zo'rayib boradi. Destrukulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichida bemorlar vrachga kam murojaat qilishsa, uning ikkinchi bosqichida esa vrachga murojaat qiluvchilar soni ko'payadi. Buning asosiy sabablaridan biri xotira buzilishining kuchayishidir. Destrukulator ensefalopatiyaning birinchi bosqichida neyropsixologik simptomlardan asosan diqqat va xotira buzilishi kuzatilsa, ikkinchi bosqichda esa ularga tafakkur buzilishlari qo'shiladi. Odatda diqqat, xotira va tafakkur buzilishlarining birgalikda namoyon bo'lishiga kognitiv buzilishlar deb ataladi. Kognitiv buzilishlarning paydo bo'lishi bemorning kasbiy mahoratiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. U endi o'z kasbida avvalgidek unumli ishlay olmaydi. Bajaradigan ishlarni unutib qo'yadi. Kichik intellektual mashqlarni bajara olmaydi. Kinofilmlar va badiiy asarlardagi epizodlar yoki oddiy hayotiy voqealarni tafsilotini tushuntirishda juda qiynaladi. Uning nafaqat aqliy, balki jismoniy ish faoliyati ham pasayadi. Bular tabiiyki psixoemotsional buzilishlarni kuchaytiradi. Bemor jizzaki va tajovuzkor, jahldor bo'lib qoladi. Uyqusi buziladi. Xavotir va depressiya belgilari paydo bo'ladi yoki zo'raya boshlaydi. Keyingi bosqich destrukulator ensefalopatiyaning 3-bosqichida og'ir bosqichi. Kasallikning 3-bosqichida neurologik xususiyatga ega shikoyatlar soni kamayadi. Buning asosiy sabablaridan biri kasallikka bo'lgan tanqidiy munosabatning pasayishidir. Biroq diffuziya, bosh og'rig'i, xotira susayishi, uyqusizlik, quloq shang'illashi, bosh aylanishi, yurganda gandiraklab ketishi bemorning asosiy shikoyatlariga aylanadi. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, o'qituvchi, ilmiy xodimlar, buxgalterlar esa o'z vazifasini talab darajasida bajara olmaydi. Aksariyat bemorlarda kundalik oilaviy mushtlarni ham eplay olmay qolishadi. Jismoniy va ruhiy charchash zo'rayadi. Bemorning tafakkur doirasi torayadi. U ezma, injiq va maydagap bo'lib qoladi. Uning harakatlarida amiostatik sindrom alomatlari paydo bo'ladi. Destrukulator ensefalopatiyaning 3-bosqichida neurologik, neyropsixologik va psixoemotsional buzilishlarning qay tarzda namoyon bo'lishi bosh miyaning qaysi tuzilmalari ko'proq zararlanishiga bog'liq. Destrukulator ensefalopatiyaning 3-bosqichida bir qator sindromlar bilan yuzaga keladi. Ularning har birini alohida ko'rib chiqamiz. Birinchisi peshona sindromi. Peshona sindromi peshona ataksiyasi, demensiya va og'ir ruhiy buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Peshona ataksiyasi
pontoserebral yo'llar zararlanishi sababli yuzaga keladi. Bemor chayqalib yuradi, yurganda yiqilib tushish holatlari kuzatiladi. Peshona sindromining demensiya bilan namoyon bo'lishi ushbu sohada joylashgan 3-funksional blok zararlanishi bilan bog'liq. Qo'l bilan bajariladigan harakatlar, kiyinish, ovqatlanish, yozish, chizish, hokazolar qiyinlashadi. Ya'ni peshona apraksiyasi rivojlanadi. Premotor sohada joylashgan praksis markazlarining zararlanishi oqibatida maqsadga yo'naltirilgan harakatlar sustlashadi. Ba'zida peshona sindromi kuchli psixomotor o'zgarishlar bilan namoyon bo'ladiki, ushbu vaziyatda bemorni boshqarib bo'lmay qoladi. Gohida esa aksincha apatiya va depressiya belgilari kuzatiladi. Bemorning irodasi so'nadi. Bunday holatlarda apatopulik sindromi deb ataladi. Ya'ni ba'zi holatlarda shunaqa sindrom qo'yiladi. Kasallik zo'raygan sayin tos a'zolar funksiyasi nazorat qilish ham sustlashadi. Hop, keyingi bosqichda, ya'ni keyingi sindrom sekin rivojlanuvchi gemosindrom. Roland sohasi zararlanganda kuzatiladi va gemopariz, gemokipstiziya va 7 va 12 juft koronal nervlarning markaziy farajligi bilan namoyon bo'ladi. Insult kuzatiladigan gemosindromdan farqli o'laroq ushbu gemosindrom bir necha oy ichida shakllanadi va zo'rayib boradi. Ba'zida gemosindrom rivojlangan tomonda Dikson tipdagi epileptik xurujlar paydo bo'ladi. Keyingi sindrom Parkinsonizm sindromi yoki homeostatik sindrom. Ushbu sindromning vujudga kelishi ekstrapiramidal tuzilmalarning ishemiyasi bilan bog'liq. Ya'ni gipomemiya, oligokineziya, bradykineziya va mushaklar rigitligi bu sindromning asosiy klinik belgilaridir. Shuningdek, piramidal simptomlar, kognitiv va pseudobulbar va koordinator buzilishlar ham rivojlanadi. Bunday paytlarda tomir parkinsonizmi haqida so'z boradi. Tomir parkinsonizmda tomir tremor kuzatilmasligi ham mumkin. Ba'zi sedlik ushlay olmaslik paydo bo'ladi. Keyingi sindrom pseudobulbar sindrom. Pseudobulbar sindromda kortikobulbar yo'llar o'tadigan soha ikkala tomonda ham zararlansa, pseudobulbar sindromi rivojlanadi. Ya'ni oral avtomatizm reflekslari, o'zidan yig'lash va kulish, xartum refleksi, dizartriya, disfagiya va disfoniya vujudga keladi. Pseudobulbar buzilishlar aksariyat hollarda homeostatik sindrom va po'stloq osti demensiyasi bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Keyingi sindrom vertebral bazillar sindrom umurtqa arteriyalari va bazillar arteriyasi zararlanishi bilan bog'liq bo'lib, miya ustuni va miyacha simptomlari bilan namoyon bo'ladi. Kasallik klinikasini asosan vestibular koordinator buzilishlar tashkil qiladi. Sistem boshlanish, eshitishning pasayishi, nistagim, ataksiya va intizom tremor belgilari ko'p kuzatiladi. Koronal nervlarning periferik zararlanishida ham ko'p uchraydi. Agar ishemiya uzunchoq miyaning pastki qismida kuzatilsa, bulbarofalajlik yoki alternlashgan Dikson sindromi rivojlanadi. Dikson. Shuningdek, piramidal va sizg buzilishlari kuzatilishi va ular ham alternlashgan sindromlar shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda vertebral bazillar sohada qonunlanishning surunkali yetishmovchiligi tashxisi qo'yiladi. Agar neurologik simptomlar asosan kuchli boshlanish, quloq shang'illashi va pseudobulbar ataksiya bilan namoyon bo'lsa, vestibular ataktik sindrom haqida so'z boradi. Disirkulator ensefalopatiyaning quloq shang'illashi, vestibular nerv ishemiyasi yoki yirik tomirlar stenozi bilan bog'liq. Xo'p, sinkopal holatlarda ham kuzatiladi. Ba'zida vertebral bazillar sindrom o'tkir rivojlanadi va uning belgilari bir necha soat ichida o'tib ketadi. Bu esa vertebral bazillar sohada tranzitar ishemik ataksiya rivojlanganligidan dalolat beradi. Tomir demensiyasi keyingi sindrom. Tomir demensiyasi aksariyat hollarda kognitiv buzilishlar, neurologik buzilishlardan ustun keladi va bemorda demensiya rivojlanadi. Bunday paytlarda odatda tomir demensiyasi tashxisi qo'yiladi. Demensiya klinikasi turli ko'rinishda namoyon bo'lishi mumkin. Agar ishemik jarayon bosh miyaning chap yarim sharida ustunlik qilsa, kognitiv buzilishlar, afaziyalar va o'ng yarim sharida ustunlik qilsa, apraktonostik sindrom bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Bosh miyaning oq moddasi, ya'ni po'stloq osti sohasi ko'proq zararlansa, po'stloq osti demensiyasi rivojlanadi va
bo'ston osti zartrasi bilan birgalikda kuzatiladi. Agar ishemik jarayon asosan ensa sohasida joylashsa, kognitiv buzilishlar optik fazoviy buzilishlar bilan birgalikda kuzatiladi. Optik fazoviy agnoziyasi tufayli bemor chap va o'ng, yuqori va pastni farqiga bormay qo'yadi. U ko'chaga chiqsa adashib qoladi va yana uyga qaytib kela olmaydi. Ko'ruv agnoziyasi va amnestik afaziya oqibatida yaqinlarini tanimaydi va ularning ismini unutadi. Bemor hozirgi gapirgan gapini shu zahosida esdan chiqarib qo'yadi. Ushbu buzilishlar bilan namoyon bo'ladigan desirkulativ ensefalopatiya subkortikal aterosklerotik ensefalopatiya, ya'ni Pensivanger kasalligi deb ham atashadi. Bunday bemorlar butunlay nogiron bo'lib qolishi holati. Ya'ni agar vaqtida davolanmasa. Epileptik xurujlar desirkulativ ensefalopatiyada tarqalgan tonik-klonik sensomotor va psixosensor dagi epileptik xurujlar kuzatilishi mumkin. Epileptik xurujlarning paydo bo'lishi va po'stloq tuzilmalardagi ishemik va gipoksik jarayonlarga bog'liq bo'lib, bu yerda epilepsiyaga bo'lgan moyillik ham inkor qilinmaydi. Chunki desirkulativ ensefalopatiyada epileptik xurujlar har doim ham kuzatilmaydi. Ba'zi holatlarda kuzatilishi mumkin. Ishemiya va gipoksiya epileptik xurujlarga turtki bo'lishi mumkin. Bu tashxis qo'yishda desirkulativ ensefalopatiya surunkali kechuvchi serebrovaskulyar kasallik hisoblanadi. Shuning uchun ham to'g'ri tashxis qo'yish uchun avvalambor qon tomir sistemasi kasalliklarini aniqlash zarur. Desirkulativ ensefalopatiya tashxisi yurak qon tomir kasalliklari va zo'rayib boruvchi neurologik va nevropsixologik psixoemotsional buzilishlar aniqlangan holatlarda qo'yiladi. Qo'shimcha ravishda o'tkazilgan tekshiruvchilarda ham serebrovaskulyar buzilishlarga olib keluvchi kasalliklar, arterial gipertenziya, ateroskleroz aniqlanishi mumkin. Xo'p, shu bois ham desirkulativ ensefalopatiya boshqa serebrovaskulyar kasalliklar kabi 40 yoshdan oshganlarda ko'p uchraydi. Ammo bolalik yoki o'smirlik davrida arterial gipertenziya bilan kasallanganlar desirkulativ ensefalopatiya rivojlanishi mumkin. Xo'p, tashxis qo'yishda asosan nimalarga e'tibor beriladi? Birinchisi, kasallik anamnezda serebrovaskulyar buzilishlarga olib keluvchi patologiyalar, ya'ni arterial gipertenziya, ateroskleroz aniqlangan. Etilog omillar bilan serebral simptomlar orasida bog'liqlik kuzatilgan. Klinik tekshiruvda zo'rayib boruvchi nevrologik buzilishlar aniqlangan. Nevropsixologik tekshiruvlarda zo'rayib boruvchi kognitiv, diqqat, xotira va tafakkur buzilishlar aniqlangan. Bundan tashqari psixologik testlar turli darajada ifodalangan, psixoemotsional buzilishlar aniqlangan. Yemirish tekshiruvlarda bosh miyada dissirkulyatsiya sababli yuzaga kelgan lakinor ishemik o'choqlar aniqlangan. Instrumental topografiyada, duplexli skanerlashda tekshiruvlarda bo'yin tomirlar patologiyasi aniqlangan. Bo'yin umurtqalarida kompyuter tomografiyasi, MRT va magnit rezonans tomografiya tekshiruvlarida umurtqa arteriyasida kompressiyasi va anomaliyasi aniqlangan bo'lishi mumkin. Elektroensefalografiyada diffuz va lokal buzilishlar, yarimsharlar aro asimetriyasi aniqlanadi va ular serebrovaskulyar buzilishlar bilan bog'liq bo'ladi. Klinik va instrumental tekshiruvlarda yurak patologiyasi aniqlanadi. Oftalmologik tekshiruvlarda angioretinopatiya va angioskleroz aniqlanadi. Gematologik tekshiruvlarda esa giperkoagulyatsiya, giperxolesterinemiya va shu kabi bioximik o'zgarishlar aniqlanadi. Ushbu tekshiruvlarga qarab desirkulativ ensefalopatiya tashxisini qo'yish mumkin. Xo'p, kechishida desirkulativ ensefalopatiyaning kechishi odatda surunkali tarzda sekin kuchayib boruvchi kasallik hisoblanadi. Biroq kasallikning kechishi uni yuzaga keltirgan etilog omilga bog'liq. Masalan, gipertonik krizlar va tranzitar ishemik ataksiya kasallik kechishini jadallashtiradi. Shuningdek, doimiy psixoemotsional zo'riqishlar, yurak aritmiyalari, surunkali ichkilikbozlik, giper va gipoglikemik holatlar, parhezga amal qilmaslik, profilaktik davolash muolajalarini olib turmaslik desirkulativ ensefalopatiyaning kechishini o'ta salbiy ta'sirga olib keladi, ya'ni og'ir ahvolga, nogironlikka olib kelishi mumkin. Davolashga, desirkulativ ensefalopatiyaning davolashda jarayonida bosqichma-bosqich, ya'ni bosqichiga qilib olib boriladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichiga
qarab olib boriladi. Birinchi o'rinda arterial gipertenziya nazorat qilinadi va ateroskleroz ham nazorat ustiga olib boriladi. Ya arterial gipertenziyani, arterial qon bosimini muntazam ko'tarib borilishi nazorat ostiga olib boriladi va o'sha bir xil ushlash rejimiga, ya'ni dorilar bilan va dori-darmonlarsiz fizioterapiya mashg'ulotlari bilan ham to'g'irlash mumkin. Bunda asosan masalan ekstrakranal tomirlar patologiyasida xirurgik operatsiyalar amalga oshiriladi. Bemorlarni davolashda asosan serebral mikrosirkulyatsiya va metabolizmni yaxshilovchi dorilar, antiagregantlar, antikoagulantlar, metabolitlar tavsiya etiladi. Xo'p, distruktativ ensefalopatiya bilan bemorlar har qanday oilaviy poliklinika va qishloq xo'jalik vrachlik punktlarida umumiy amaliyot shifokori nazorat ostiga olib boriladi. Bundan asosiy sabab, ya'ni bemorda diqqat, xotira, tafakkur buzilishlari, esda saqlash va ishlash qobiliyatida, mehnat faoliyatida o'zgarishlar yuzaga keldimi, albatta neyropatolog ko'rigiga borish kerak. Neyropatolog ko'rigida bemorga, ya'ni arterial qon bosimi ko'tarilayotgan bo'lsa, demak o'shanga nazoratga olinadi. Ateroskleroz yuzaga keldimi, o'sha nazoratga olinadi. O'shanga qarshi dori-darmonlar olib boriladi. Xo'p, hozir shu yerga kelib mavzuni to'xtamiz va keyingi mavzumiz tranzitor ishemik ataksiya, ya'ni uni keltirib chiqaruvchi sabablar, yuzaga keltiruvchi sabablar, klinikasi va davolashni obdan o'rganamiz. Xayr, salomat bo'linglar.